har doimgidek kayfus bo'lyapti. Birinchi videoda chopilib ketdi deb o'ylovdinglar akkauntimni. Hech qachon. Hozir yangilanishda chotki kiyimlar kelgan, olishga harakat qilaman. Olmasam ayb kelib yurmaysizlar, lekin olishga harakat qilaman. Qani kuzatish. Mana bu yerga kirasizlar, ko'rsatamiz hozir. Bu yerga kirasizlar. Keyin qarasanglar, men yerda turibdi. Shuni bitta ezasizlar. Ko'ryapsizlarmi? Oxirida ko'rsatadi eng zo'r. Bunaqa rasm beradi, bunaqa kirib kelish beradi. Kirib kelish vashi jinni yo'q, qaranglar. Vau. Keyin bunaqa aptichka ham bor ekan. Vau. Keyin sakraganda qaranglar, ko'ryapsizlarmi? Voy jinni. Tushganda bilsanglar, qora narsalar chiqdi, keyin pastdan ham narsa chiqdi. Endi eng zo'rga o'tsak. Mana buni ko'ringlarsizlar. Birinchi ko'rinishi, endi ikkinchi jinni ko'rinishini qaranglarsizlar. Mana shuni haqiqiy kiyim deb qo'yibdi. Keyin buni qiz bolalar ham, o'g'il bolalar ham bemalol qilsa bo'lar ekan. Keyin buni ko'k rangi ham bor ekan. Mana qiz bolalarniki ham bo'lar ekan. Qiz bolalarnikini ham qizili bor ekan. Ko'ryapsizlarmi? Endi keyingi narsalarimiz. Endi bu pachoqalar hech qachon kerak bo'lmaydi. Tushunyapsizlarmi? Endi mana bu yerga kirasizlar. Shuni chiqib, keyin mana bosasizlar, ochib olib turib, ochilgan bo'lsanglar. Keyin mana bunaqa g'alati bo'lsa ham olishga harakat qilaman, lekin zo'r. Ko'ryapsizlarmi? Buni sal g'alatiroq ekan, qiz bolasi, lekin bunisi zo'r ekan, qaranglar. Bu vashi zo'r, o'zgarib turadi, ko'ryapsizlarmi? Xuddi klonga o'xshaydi. Ochilmagan ekan, mayli. Mana ko'ryapsizlarmi? Sizlar mana uni qaranglar, yurishini qaranglar. Va otganda qaranglar sizlar. Ko'ryapsizlarmi? Orqasidan ajdar chiqyapti. Vashi chotki. Ko'ryapsizlarmi? Vashi zo'r narsalar kelibdi. Keyin angelskiy ishton kelar ekan. Poniseti mana zo'r ekan. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana qiz bolaga ham kelar ekan mana. Bitta ishton ekan, lekin buni ko'ryapsizlarmi? Va bu yangilanishni ko'rsatganim uchun rahmat. Like, podpiska bosib qo'yinglar. Sizlar bilan kayfus bo'ldi. Xayr do'stlar, birinchi videoda. Agar mana shu videoyimga 10 ta like yig'ilsa, keyin yana bitta o'ynab do'stlarim bilan video chiqaraman.